Amerika manzaralari telejurnali, Amerika siyosati va hayoti, Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30 da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antena orqali har kuni Aziya Sat 3 C to'lqini 340-kanalda. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Dasturimiz davom etadi. Amerika mahbuslar soni bo'yicha dunyoda birinchi o'rinda turadi. Dunyo aholisining 5% Qo'shma Shtatlarda yashaydi. Lekin yer yuzi bo'ylab panjara ortida o'tirganlarning 25% ga yaqini ham shu mamlakatda. 3 millionga yaqin odam haqida gap ketmoqda. Tizimni isloh qilish kerak degan chaqiriq prezidentlikka nomzodlarning og'zidan tushmaydi. Xo'sh, qanday qilib? Tennessee shtatidagi vaziyat bilan tanishsak. Sirtdan qaraganda sinfda moliya darsi o'tayotgandek, ammo bu talabalar uy vazifasini o'z uyida bajara olmaydi. Nafaqani o'ylashim kerak. Uni to'g'ri rejalash kerak. Umiddan foyda deb nomlanuvchi guruh Tennessee shtatidagi ayollar qamoqxonasida har kuni dars o'tadi. O'qituvchilar mahkumalarga ish topish, oila tebratish, din haqida saboq beradi. Doreen Owensning aytishicha, guruh unga qamoqxonaning qadriga yetishni o'rgatdi. Qamoqqa tushish peshonaga yozilgan ekan, chunki bungacha ibodat qilib qamoqqa tushganim uchun Yaratganga shukrlar aytaman deb hech o'ylamagan edim. Shukr qilishda davom etyapman. 1980-yillarda qonunchilar narkotiklarga qarshi kurash doirasida qora dori bilan qo'lga tushgan odamlarga nisbatan hukmni kuchaytirdi. Natijada qamoqxonalar to'lib ketdi. Mahbus soni bo'yicha Amerika dunyoda birinchi o'rinda turadi. Qonunchilar ularni saqlash davlatga qimmatga tushayotganiga, oilalar buzilib ketayotganiga ishora qilib, tizimni isloh qilishga chaqirmoqda. Jinoiy huquq tizimi ishdan chiqqan bu mamlakatda. Respublikachilar partiyasidan prezidentlikka da'vogar senator Ted Cruz. Jinoiy huquq tizimini isloh qilish masalasida barchamiz yakdilmiz. Masalan, prezident Obama o'zining shu yilgi kongressdagi yillik murojaatini tinglash uchun respublikachi bo'lishiga qaramay Tennessee shtati Shelby okrugi meri Mark Luttrellni taklif etdi. Hokim mahbuslarning qayta jinoyat sodir etmasligi uchun qator dasturlar joriy etdi. Ozod bo'lganlar uchun hayot saboqlari kurslari tashkil etildi. Ta'lim saviyasining pastligi eng katta muammo. Bugungi mahbuslarni oladigan bo'lsak, o'rtacha bilim darajasi 8-sinf o'quvchisinikidan past. Statistikaga ko'ra, mamlakat bo'ylab har 5 mahbusdan 3 nafari ozodlikka chiqqach 3 yilda yana qamoqqa tushar ekan. Shelby okrugida hokim tashabbuslari tufayli qayta jinoyat miqdorining tushganini isbotlovchi keng izlanishlar o'tkazilmagan. Mer Luttrellning aytishicha, muvaffaqiyat mahalladan boshlanadi. Jinoiy huquq tizimini isloh qilish prezidentlikka da'vogarlar uchun ustuvor masala bo'lmasa-da, ulardan biri prezidentlikka saylangach vaziyat o'zgarishi mumkin. Odil Ro'zaliyev, Amerika ovozi televideniyasi uchun. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.